hayotingiz davomida avtomat korobka mashina haydamagan bo'lsangiz, bu videoni ko'ring, sizni qachondir shunaqa avtomat korobka mashina haydab qolsangiz, sizni kamida $500 dan qutqarib olish ehtimoli bor. Aka, bir kun olasizda baribir Malibu, Gentra nasib qilsa. Qaranglar, Gentrani motori kelgan eski mashina emas, sal qolgan blokni ikkiga bo'lib qo'yishimizga. Bu holatga tushishiga sabab, endi sabab deymizda, hammasi Allohdan. Sabab bu mashinani mingan odam mexanika korobka haydab yurgan, yillar davomida avtomat korobka haydamagan. Ikkita joyiga tekkan, qaranglar, juda nozik joyiga tegib qo'ygan. Qaranglar, magistral mana. Do'xtirlar tilida stent qo'yiladigan qilib qo'ygan. Asosiy trubka, asosiy kanal, sistemaga polni yog'ni, qonni yetkazib beradigan kanal. Stent qo'yiladi. Garantiya berish kerak. Mas'uliyatli ish, e'tiborli ish, arzonga bo'lmaydi, go'zal bo'lish kerak. Bo'lmay qolsa, Xudo saqlasin, problema bo'lishi ham mumkin. Olib qoldik, chiroyli qilib, go'zal holatda tayyorlab, Xudo xolisa yuradigan qilib, ishlaydigan qilib beramiz. Videodan maqsad nima? Boru 7 yil, 8 yildan beri mashina haydaydi, lekin avtomat korobka haydab ko'rmagan. Daga soldim deb mexanikaga solganda ketorgan, qandaydir mashina og'ira deb turib skor solishtiraman desa, mashina avtomat. Lekin mexanikaga solib haydab qo'ygan. Bu videoda shu avtomat korobka yangi olib, yo bo'lmasa avtomat korobka olmoqchi bo'lgan tanishlar jo'natib qo'ysanglar, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.